Assalom, sizni urganmi kimdir? Oyingiz, dadangiz birov urganmi kichkinaligingizda? Urgani uchun endi ularni uradi. Bilasizmi nima uradi? Xudo emas, Xudo urmaydi. Siz mana qilolmayapsiz-ku, ana shu harakatlaringiz ularni uradi. Sizni bir vaqtlar kichkinaligingizda o'zida sabr topolmagani uchun sizni urganda ular. Ularni o'zi bolacha sizni urgan ular. Nimaga qila olmayapsan deb urgan miyangizdan. Endi siz qila olmaslik bilan ularni uryapsiz. Siz ularni urmaysiz borib. Mana senga, mana unday meni urding demaysiz. Qila olmasligingiz bilan ularni jazolaysiz. Bu sizni bir vaqtlar urgan odamlarning jazosi. Mana shu qila olmasligingiz ular uchun jazo. Ular tavba qilish kerak. Endi siz o'zgarishingiz kerak. Endi siz men yorib tashlayman deyishingiz kerak. Aytasizmi? Yoraman senlarni deng. Ayting. Yoraman sizlarni. Sizni qiynaganlarni yoring natija bilan. Ular ko'rib uyalsin. Ular ko'rib biz o'zimizni sabr topmagandik, seni urdik deb uyalsin. Senga talik kulmasmidi? Podsho bo'lsang bo'lmasmidi? Jigaringga ko'lmasmidi? Ko'ngli yarim qara ko'zim, yurak bag'ri yara qo'zim, qara ko'zim.